Assalomu alaykum hammaga. Bugun Instagramda videolarni ko'rib, tarjima qilib, reaksiya bildirib, o'rganishga harakat qiladigan video rubrikamiz, lekin bu safar sal boshqacharoq formatda. Bugun Germaniyadagi mashhur videolarni, shu dunyodagi, shu davlatdagi bo'layotgan videolarni ko'rib, tarjima qilib, o'rgatishga yoki bo'layotgan voqealarga oydinlik kiritishga harakat qilamiz. Ancha videolarni yig'ib qo'ydim, 1,5 oy ichida. 9, 12, 15, 16 tacha video. Kelinglar qisqacha ko'rib chiqamiz. 1063 und 60 Cent. Leute, habt ihr das gedacht? Ey, Wahnsinn. Ihr ballert das beides weg zusammen. Bu video o'sha yangi yilda saqlanib qo'ygan videolarimdan. Yangi yilda Germaniyada shunaqa narsa bor. 25-26 dekabr Xristian o'sha Weihnachtsmarkt, Weihnachten kunlari bo'ladi. Xristian diniga oid o'sha Christmas bayramlari. U tugagandan keyin 30-31 dekabr, ayniqsa 31 dekabrda o'sha yangi yil bayrami, rasmiy bayram, yangi yil kutib olishadi va salyut otishga ruxsat beriladi. Germaniyada bilsanglar, shanba, yakshanba kuni shovqin qilish mumkin emas yoki yakshanba umuman 8 dan keyin nechidandir shovqin qilsangiz sizga politsiya chaqirishi mumkin. O'zi kechqurun 10 dan keyin umuman shovqin qilish unaqa narsalar mumkin emas. Oddiy kunlarda ham ko'chada salyut otish bu qat'iyan taqiqlangan. 10,000 euro shtrafgacha bo'lishi mumkin. Lekin bir kun shu 1 yilda bir kun sizga bu narsalarni qilishga ruxsat berishadi. Endi 30-da ham odamlar o'tadi, 1-yanvarda ham odamlar o'tadi, lekin rasman 31-dekabr xohlagan jinniligingizni, salyutlaringizni otishingiz mumkin va do'konlarda 2 kun qolganda mana shu salyutlarni qo'yishadi. Odamlar o'chirtlarda turib hamma salyutlarni sotib olishadi. Mana bitta odam 1063 euroga salyut sotib oldi. 1063 euroga. Tasavvur qiling. Ey, Hammer. Wie kommt noch mal, ihr geht jetzt zum nächsten Laden? Alter, was ist denn euer Budget? Ja, ungefähr 6.000 Euro. 6.000? Ya, sotayotgan so'ratishi necha pul byudjeting qancha sotmoqchisan? 6,000 euroga salyut sotmoqchi. 6,000 euroga. Wahnsinn! Ich möchte euer Nachbar sein. Masalan, qo'shning bo'lmoqchiman deydi. Also ich möchte nicht euer Nachbar sein. Ya, bu yerda o'tish reaksiya bildirayotgan odam, lekin masalan qo'shning bo'lishni xohlamasdim deb. Menschen wie ihr seid der Grund, warum ich mit meinem Hund ausgehe. Bu videoda nima 6,000 euro. Odamlar mana shunaqa jinniligi bor, nemislarning ayniqsa. Shunaqa katta pul sarflaydi salyut uchun. Oddiy kunlarda bo'lmasa o'zi daromadi kam, misol pulim yo'q deb noliydi yoki bo'lmasa hamma joyda tejiydigan inson, lekin salyutga kelganda sotishadi. Ich habe kein Geld für meine Altersvorsorge. Auch der Kunde beim Silvesterverkauf 2025. Videoda ko'rishingiz mumkin. Qanchalik talash salyutlarni talash sotyapti, to'polon sochib tashlayapti. Rostdan shunaqa. Misol uchun bizning shahardagi Kauflandda, supermarketda unaqa talash bo'lmaydi-yu, lekin kichkina shaharlarda, ba'zi odam ko'p yashaydigan shaharlarda rostdan shunaqa talash, urush qolib ketmasligi uchun eng yaxshilarini olish uchun shunaqa talash bo'ladi. Tarqatishini ajoyib. Va videoni boshidan aytdim, misol uchun ota-onamga yordam berishga pulim yo'q yoki bir kafeda ofitsiantga choy chaqib berishga pulim yo'q, lekin bunaqa paytda kerak emas bo'lsa, salyutga otishga 6,000, 1,000, 2,000, 3,000 euro sarflashga nemislarning puli bor. Mantiqqa to'g'ri kelmasligini ko'rsatib beryapti. Shu keyingi videoni ko'ramiz. Bu yerda ham mana ruschada yozib qo'ygan. 364 kun nemislar ekologiya, mana tinchlik, hamma narsaning ustida qayg'urishadi, juda qattiq kurashishadi va 365-kun ahvolot. Xuddi urush bo'layotgan, avtobuslar yonib ketgan. Mana 365 kun ekologiya bo'yicha hayvonlar, o'sha shovqin, politsiya qilishadi. Yakshanba umuman tinchlik kuni, lekin yangi yil kuni soat 12 da binolar yonib ketgan, avtobuslar yonib ketgan. Rostdan shunaqa.
Endi bu narsa katta shaharlarda shu, ayniqsa Berlinda eng ashaddiylari Berlinda bo'ladi va har yili mana salyut tufayli 4-5 ta odam o'ladi. Misol uyiga kirib yong'in bo'lgani uchun yoki nimadir bo'lgani uchun 2025-yildan 26-ga o'tar kechasi 2 ta odam o'lgan Germaniyada. Undan o'tgan yil 4 ta odam o'lgandi. Bu safar 2 ta bo'libdi. Ko'p Bundeslandlar har xil viloyatlari bu narsani zapret qilish qonunini ham ko'rib chiqyapti, lekin haligacha zapret qilmagan, sababi odamlar bir yilda bir marta o'sha viqorini deydimi, o'sha narsani chiqarib olishga ruxsat berishadi, jinnilik qilishlariga, hamma narsasiga. Also der Bruder ist schon seit 19 Uhr hier. Er hat alles auseinandergenommen. Ich bin 1500 euro, 1,5 euroga salyutlarni sotib olgan. Ich habe einfach ungefähr, ich denke mal 1,5. Pipapo 1,5 ungefähr, sagt Pipapo. er. Pipapo, wie schauen wir jetzt? Pipapo. Wir gehen jetzt mit ihm zusammen. Kasse. Vorsicht, Bruder. Qanaqa salyutlar? Misol, men ham salyut oldim. 15 euroga va 10 euroga oldim. Umumiy 25 euroga. Mana shu 15 euroni o'ziga ham 12 ta otadigan salyutlari o'zi arzon. Bular eng katta artilleriya deb yozib qo'yibdi. Xitoydan kelgan eng kattalarni, qimmatlarini o'sha 500, 200, 300 euroliklarni sotib olishadi. Men sotib olgan 25 eurolik salyutni o'zi ham yoshligimda eng qimmat sotib olgan salyutdan bir 5-6 barobar kuchli edi. Bularniki umuman aqlga sig'maydigan salyutlar. Vorsicht. Shunaqa, xullas nemislarning shunaqa narsasi bor Yangi yil kuni. Ab 4 Uhr morgens in der Kälte stehen für Feuerwerk in Jena. Soat ertalab 4dan o'chirtda birinchi kirish uchun birinchi. Erstmal so früh da und bereust dich doch früh gekommen zu sein, weil so der letzte Rest vom Rest geholt habe. In manchen Thüringer Orten Birinchi haben Leute voqlikdan kelib birinchi bo'lib kirish uchun, eng yaxshilarini olish uchun die Polizei für viele o'chirtda turib zu Silvester einfach dazu. Ashlan. Zu. Chunki do'konlarga, shu supermarketlarga ham o'chirt bo'yicha kirgizadi, keyin odam bo'shagandan keyin ikkinchisi mana shunaqa qilib odamlar ertalab soat xuddi iPhone'ga o'chirtda turgandek salyutga. Bu endi ba'zi bir shaharlarda shunaqa. Misol supermarket kam bo'lsa, hamma odam bitta supermarketga keladi. Katta shaharlarda u jamla katta muammo bo'lmaydi, sababi supermarketlar ko'p, xohlagan joyga kirishingiz mumkin. Lidlda 5 ertalabki 5 to'xta odamlar o'chirib turibdi. Eng qizig'i videoda ko'rishingiz mumkin. O'chirtda turishini xuddi hech kim yo'q. Ertalab 5 o'chirtda odamlar uzun o'chirt bo'lib turibdi. Talpa bo'lib yig'ilib olib, to'polonlik qilmayapti. Shunda ham madaniyat bor-da, masalan, o'chirtda turganda ham. Ich habe hier komplett meine Ersparnis, hier Amtsverkauf und hier angelegt. Ich bin Arbeiter. Ja, anscheinend schon. Bu video 30-dekabrda qo'yilgan ekan. Bitta qiziq voqea bo'lgan, o'sha bayram kuni, Germaniyada 25-26-dekabr bayram edi. O'sha kuni hamma yopiladi 2 kun, 3 kunga. O'shanda Sparkas degan katta bank bor. Ruschasiga Sberbank bo'ladi. O'sha bankda o'g'irlik bo'lgan. Unaqa o'g'irlik bo'lmagan, mana shu boshqa binodan mana tuynik qazib, ichiga kirib, seyflarni ochib, pullarni yig'ishtirib, 90 millionga yaqin pullar adashmasam o'g'irlashdi. 30 million euroga yaqin narsani o'g'irlashdi. Odamlar mijozlar o'sha bankka narsalarni qo'ygan insonlar o'chirda turib, bizga javob beringlar, kim nima, qachon topdinglarmi yo'q, mana shunaqa savollarni berib turishgan. Sogar Netto, Lidl, Aldi, die haben Bewegungsmelder, Alarmanlagen. Wir reden hier von Sparkasse. O'sha Lidl, Aldi, misol supermarketlar hammasida o'sha kimdir bizsa nimadir qilsa, signalizatsiya chaladigan hamma narsasi bor. Bizni bank haqida gaplashamiz. Qanaqa qilib bilmay qolishdi, qanaqa qilib signalizatsiya ishlamadi, qanaqa qilib shunchaki o'g'irlab ketishdi zotda. Ajoyib voqea bo'lgan. Hozir hamma nemislar butun anaqa shokda, bunaqa narsa bo'lmagan, bunaqangi o'g'irlik shundoq teshib, pul o'g'irlab chiqib ketishgan, hech kim bilmay qolgan.
Ajoyib. Keyingi video ham shu Die haqida. Schadenshöhe können wir aktuell nur ansatzweise beziffern. Allerdings, wenn wir von mehr als 3000 betroffenen Schließfächern ausgehen, dann sprechen wir von einem Schaden in einem zweistelligen Millionenbereich. Drücken wir unser tiefstes Bedauern darüber aus, dass wir erst so spät kommunizieren können. Die Polizei war bis gestern Nachmittag vor Ort und hat den Tag. Faqat ertasiga bo'lib qolishganmidi, shunaqa adashmasam. Hali topishmagan, haligacha topishmadi. Mana 1,5 oy o'tib ketdi, haligacha topishmadi. Kim qilganini bu ishni? O'sha video kameralarda yonidagi qaysidir bino bo'lgan, u binoni tagidan tushib, mashinada, o'g'irlangan mashinada kelishgan, shu katta drellarda teshib, kirib o'g'irlab o'sha mashinalarda yana parkovkasiga, mashina qo'ygan parkovkasiga pulini to'lab chiqib ketgan. Hech kim haligacha bilmaydi kim nima, qachon qilgan. I mean, where the fuck should I really even start? I got hoes that I'm keeping. Bu ham o'sha yangi yillik videolardan Berlinda I got my ayniqsa. niggas cross the street living large. Men o'zim Berlinda bir marta kutib olgandim yangi yilni Alexanderplatzda 23-yilda kutganimizda qozog'istonlik o'rtoqlarimiz bilan. Shunaqa rostdan jinnalik juda ko'p salyut ko'chada hamma bir-biriga otadi. Politsiyalar yig'ilib turgan o'z politsiyalarga o'sha bombochkalarni, salyutlarni otishadi. U politsiya keyin ularni qo'ylab ketadi. Mana shunaqa skorilar o'tdan bo'tga tinmaydi, jinnixona bo'lib yotadi. Juda ajoyib. O'ziga yarasha, nima deydi, adrenalinda yurasiz, tinch yura olmaysiz chunki har bitta joydan hozir menga tegimga tashishadi deb hayron bo'lib yurasiz. Masalan, bizani Dessau shahrida ham, kichkinaroq shaharda, shahar markazida asosan shunaqa yig'ilib hamma o'sha salyutlarni otadi yoki uydan otadi. Lekin ko'chalarda nisbatan tinchroq bo'ladi. Masalan, hech kim kulturniy o'tqizishadi, bir-biriga otib, bunaqa to'polonlik qilishmaydi. Keyingi videoni bu ham Berlinda Charlottenburg joyida mana mashina yonib ketibdi. Mototsikl bilan mashina yotib, Gelenwagen bilan G-Class bilan mototsikl yonib ketgan salyutli tufayli. Jinnali ajoyib. Masalan, Stuttgartda Germaniyada salyut oyog'iga boylagan. Break dance o'ynab salyut otdi. Shunaqa 31-dekabr kuni xohlagan jinnaligini qilish mumkin. Xohlagancha shovqin, xohlagancha jinnalik. Masalan, oynalarga tegadimi deb ham o'ylashmayapti, sababi bunku qanaqadir bilmayman. Bo'lsa qolgan payt mashinaga shunday tegib ketsangiz ham shtraf yozishi mumkin. Masalan, oynaga nimadir tosh otsangiz ham sizni qamab olishi mumkin. Bunaqa paytda hech kim hech nimadan qo'rqmaydi. Ajoyib. Bu yerda ham ruschada kimdir blog qo'ygan. Nemislar, qo'shni nemislarim 364 kun ekologiya shovqin haqida o'ylashadi, lekin 31-dekabr 1-yanvar kuni bombishga portlaydi. Xuddi urushda yurgandek his qilasiz o'zingizni rostdan. Bir Germaniyaga kelsanglar, his qilib ko'rsanglar, boshqacha hissiyot. Urush rostdan urush bo'layotgandek ham qo'rqinchli, ham g'alati tuyg'ular. Bu videoda misol uchun 2026-yilda kutilayotgan o'zgarishlar deyapti. Eng kam ish haqqini oyligi 13.9 euro qilishmoqchi ekan. Soatiga to'lanadigan eng minimal oylik bor. Soatiga bundan kam to'lash mumkin emas, rasmiy. O'shani 13.9 qilishmoqchi ekan. Hozir bilmayman, 13.4 adashmasam. Mini job bor. Bir oyda 40 soat ishlashingiz mumkin. Masalan, haftasiga 10 soatdan to'g'ri keladi. Yo har kuni 2 soatdan ishlaysiz, bir xil joylarda yo 2 kun ishga chiqasiz, 5 soatdan. Shunday mini joblar bor. Asosiy ishingizdan tashqari mini job qilishingiz mumkin. O'shani oyligini 603 euroga ko'tarishmoqchi ekan. Hozir adashmasam 550 euro. Bolalar uchun beriladigan pul 259 euroga ko'tarishmoqchi ekan.
hozir ham shunaqa 250 euro atrofida adashmasam. Deutschland ticket 63 euro. O'sha bu bo'ldi. Oldin o'sha umumiy biletimiz bor, poyezd, avtobus, metro, hattoki kema hamma narsaga o'tadi. Ikkinchi klassdagi bo'lgan hamma narsaga o'tadi. Bitta o'shani sotib olamiz, butun Germaniya aylanishimiz mumkin. 58 euro edi, 63 euro bu bo'ldi o'sha yanvardan. Va tax free allowance 12432 evrodan topsangiz bir yilda daromadingiz sizdan hech qanaqa soliq olinmaydi. Bu o'sha talabalar asosan 140 kun ishlash limiti bor. O'sha narsani talabalar ishlasa ulardan soliq olinmaydi. Sababi o'zi oyligi o'sha 1200-1300 ga yaqin bo'ladi. Ularga soliqqa tortilmaydi. Va kimdir rostdan talaba bo'lmasa ham soliq daromadi ga tortilmaydi agar oyligi juda kam bo'lsa. Kam ishlagan bo'lsa yoki nimadir bo'lgan bo'lsa, shu narsalarni yengillik qilib o'zgartirishayotgan ekan. Bu yerda ikkinchisini yozibdi, bularning ustiga yana qo'shilar ekan. Unda 63 euro hozir to'layotganmiz, yana 5 euro qo'shilib 68 bo'lar ekan, 4 euro bolalarga qo'shar ekan, mini jobga yana 47 euro qo'shar ekan. Demak, oshadi. O'sha aytgandek, hozir 13 to'g'ri emas, 13 9 ekan hozir. Shuni 15 eurogacha ko'tarishmoqchi ekan. Bonuslar qo'shilayotgan ekan. Endi o'sha inflyatsiya tufayli bo'lishi mumkin yoki ekonomik kuchaygani yoki pasaygani tufayli, kim biladi. Keyingi videoni ko'ramiz. Did Berlin really turn into a war zone like many of you guys predicted? Or how bad? Bu ayollar videolari bor. Germaniya haqida Berlindan turib videolar oladi. Germaniyada qonunlar o'zgarish, yengilliklar, qulayliklar, har xil maslahatlarni beradi ingliz tilida. Juda zo'r olib boradi. Har doim qo'yib boradi. Yengillik bo'lsa, mana men bu parlamentda shu qonunni ko'rib chiqishyapti. 3 kundan keyin javob chiqadi. Juda zo'r ma'lumotlar beradi. Agar Germaniyada qiziqsanglar, mana shunaqa integratsiya bo'yicha, boshqa narsalar bo'yicha shu opaga Joanna Rudiger opaga obuna bo'lib qo'yishingiz mumkin. That was New Year's Eve really. Here's how many people were. Bu bundan so'rashganda Did Berlin really turn Berlin rostdan urush zonasiga aylanib qolgan yangi yil into kuni. a war zone like many of you guys predicted? Or how bad was New Year's Eve really? Here's how many people were injured by fireworks last night. 8 of them are kids. Mana o'sha 25-26 yilga o'tar kechasi 8 ta bola jarohat oldi. Qo'li yoki barmoqlari yoki tana qismini olib tashlashibdi, amputated deyapti. Looking at the casualties and the numbers, it actually wasn't that bad. 8 ta odam, 8 ta bolalarning qo'li, barmoqlari yoki nimadir tana qismlari olib tashlagan salyut tufayli. O'zi aybdor bo'lishi mumkin. Asosan shu bolalar ham bu narsani qilgani uchun yoki ota-onasi ko'rmay, lekin birovga qilgan bo'lsa, u qamalishi aniq. Misol, men salyut otganim tufayli birovning bolasi nimadir bo'lsa, asosan o'zi shu salyutlarni xavfsiz otgani uchun o'zi aybdor bo'ladi. 8 ta juda ko'p, menimcha. Compared to last year. Less attacks on. Lekin aytayapti, mana o'tgan yilga nisbatan bu ancha yaxshi natija deyapti. O'tgan yil undan ham ko'p bo'lgan. Police and firefighters less injuries overall. Shu politsiyaga, yong'in o'chirish xizmatiga kamroq atakalar bo'libdi. Bu yil tinchroq o'tibdi deyapti. Ajoyib. Here's what the police report said. Around 400 people got arrested in Berlin. 400 ga yaqin inson hibsga olinibdi. Police officers were injured. 30 ga yaqin politsiya xodimlari jarohatlangan. No matter how many firework ban zones, accidents still happen. Ambulances were called up. O'sha salyut otish mumkin emas bo'lgan zonalar ham tashkil qilishgan ekan, lekin baribir shunda ham salyutlar bo'lgan. Sababi nemislar shunaqa joyda ham tartibga solishga harakat qildi. Mana shu yerda salyut otinglar, o'sha yerdagi politsiyalar, tez yordam, o't o'chirish hamma narsa tayyor turadi. Nimadir bo'lib qolsa ham insonlar maza qilgandan keyin sразу xizmat ko'rsatish uchun. But over 900 times on New Year's Eve in New York, people still die. 2 18-year-olds died from homemade fireworks in Bielefeld. Ikkita inson o'libdi, 18 yoshli inson Bielefeld shahrida salyut tufayli. No matter what happens, Germans still love their fireworks. Nima bo'lsa ham baribir nemislar o'zini salyutlarini yaxshi What was ko'radi. it like for you? Did you even go out? How did you feel?
Chiqdingmi dotdi Yangi yilda. Obuna bo'lib qo'ysanglar bo'ladi, juda yaxshi olib boradilar. Star Wars kinosidan solishtiryapti. Videoda ko'rayotgan bo'lsanglar, odamlar shu bunaqasidan turib, balkondan turib salyutlar otishadi. Bizning shaharda ham shu katta turar joy binolarda balkondan turib salyutlarni otadi yoki ko'rgan bitta joyim kechqurun chiqqanmiz, bitta joyda bardan ichimliklar olib ichib o'tiramiz. Sok oldim. Gaplashib o'tiramiz. Nemislar pistoleti bor, pistolet ichiga nima desa otdi, xuddi salyut bitta otdi, salyut chiqyapti, salyut yana otdi. Pistolet to'pponchadan otdi. Men ko'rib, shunaqangi salyut otish turi ko'pki, shunaqangi salyut otish usullarini yaratib qo'yishganki, yurgan yo'lda otib, borib yana kirib ketyapti, chakyapti yoki nimada o'ynayapti, yana chiqib salyut otdi. Ajoyib, hayron qolasiz bularni narsasiga. Kino bilan real hayot solishtiryapti Berlin. Ayniqsa Berlin. Ahamiyat bersanglar ham hamma video deyarli Berlindan olingan. Eng jinnilik Berlinda bo'ladi. Berlinni nemislar ham Germaniyani ichidagi alohida davlat deyishadi. Keyingi video. So Leute, wenn ihr vorne beim Busfahrer einsteigen wollt, dann könnt ihr ruhig guten Tag, guten Morgen, ciao, auf Wiedersehen. Ihr könnt uns ruhig Aufmerksamkeit schenken, weil hier sitzt ein Mensch. Avtobus yurg'izadigan inson blok olib borayotgan ekan. Bitta o'sha kirganingda salom aytishing mumkin. Yaxshimisiz? Xayrli kun, xayrli anaqa, xayr, yaxshi qoling, va shunaqa deyishingiz mumkin, chunki men ham odam o'tiribdi bitta. Dieser Bereich ist absolute Tabuzone. Hier ist eine gelbe Linie. So. Bu joy umuman mumkin emas, tabu zona bu turish. Mana sariq liniya turibdi. Mana shu yerda turishing kerak. Könnt ihr gerne stehen bleiben und euch hier festhalten. Mana shu tushasang bo'ladi, mana shu yerda turishing kerak. Das ist mein Bereich. Ihr habt Bu mana joyim turibdi, mana nichts zona. verloren und hier will ich auch nicht gestört werden. So sitzen wir auf gar keinen Fall im Bus. Undaqa o'tirmalaringda Weil o'tir. dort wollen andere Menschen auch noch sitzen. Chunki narigi tarafda boshqa odam ham Das o'tir. nach vor, meine Schuhe sind sauber. Hier bleiben wir auf gar keinen Fall stehen. Eshik tagida turmalaring. Eine Security oder ein Türsteher braucht ihr gar nicht. Die Tür schließt und öffnet nicht und damit verspäten wir uns. Ihr könnt hier Ular bunaqa joyda tursang, eshik ochilmaydi ham, yopilmaydi ham. O'shaning uchun ham kech qolamiz. Xuddi avtobuslar, poyezdda kech qolishini sarkazm bilan kesatib aytayotdi. San tufayli agar euch hinstellen, wenn der Bus wirklich voll ist. Ansonsten einen Schritt weg, bitte. Bog'da o'sha to'lgan bo'lsa, o'sha yerda turishing mumkin deb. Bo'lmasa, mana bu yerda turganda ko'rsatyapti. Und was auch ganz wichtig ist, die Östra ist kein Fitnessstudio, ne? Osilib turgan bu fitness studiya emas, bunaqa osilib shug'ullanadi. Füße immer schön auf dem Boden und schön festhalten. Jetzt zum allerwichtigsten Thema. Es ist hier keine Bücherei, das ist mir klar. Aber wenn ihr telefoniert in einem angemessenen Ton, ohne Beleidigung und bitte ohne Lautsprecher. Es reicht ja schon. O'sha bu Germaniyadagi mana shu avtobusda narsalarni olib chiqyapti, mavzularni kesatib olib chiqyapti. Misol uchun aytayapti, to'g'ri bu kutubxona emas, lekin navoda kimda telefon qilsa, o'sha gromkiy qo'yib gaplashma, unaqa qilma, u senga boshqalarni ham hurmat qil deb mana shu hamma. Die Gegenseite brauche ich nicht hören. Men eshitishim shart emas. Ansonsten sind wir wirklich gerne für euch alle da. Wir geben unser Bett. Xullas, ajoyib inson ko'rib turibmiz, ham nemis emas, misol integratsiya qilgan, kelgan inson bo'lishi mumkin, nemis tilidan ham tushunamiz. Shunaqa insonlarga agar nemis tilini o'rganmoqchi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ysangiz, mana shunaqa qiziq videolar bilan juda zo'r narsani o'rgatadi. Birinchidan madaniyatni, ikkinchidan tilni o'rgatyapti. Mana debus tip shu insonga yozilib qo'ysangiz bo'ladi. Ajoyib, men mazza qilaman ko'rib. Shunaqa videolar bor yoki o'sha ayol yoki boshqa blog olib boradiganlar bor. O'rganishga zo'r va Germaniyadagi o'sha hozirgi yanvar oyida bo'lgan videolarni yig'ib qo'ygan ekanman. O'shalarni ko'rsatib tushuntirib berishga harakat qildim. Ko'rib chiqdik hamma videosini. Agar qiziq bo'lsa, videoni qo'llab-quvvatlasanglar, shu format yoqqan bo'lsa, ko'p prosmotr, ko'p like, ko'p insonga qiziq bo'lsa, mana shunaqa videolarni yig'ib bir oyda bir
gaplashsak bo'ladi. Oxirgi bir oy ichida videolar orqali nimalar bo'lgan, o'shalarni ko'rib chiqib, gaplashib, reaksiya video qilsak bo'ladi. Hammaga kattakon rahmat. Like, kommentariy, obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlanglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.